Nimaga BYD Yevropada zavod ochishga harakat qilyapti? Eng asosiy sabab bu o'sha po'shinlardan qochish. Ya'ni Yevropani производительlar, mashina ishlab chiqaruvchilari Xitoyga bostirib kelishdan qo'rqishyapti. Sababi bu segmentdagi bu mashinalar juda ham arzon. Shuning uchun ham bularda 40 yoki 50% po'shinlar bordi. O'sha po'shinlardan qochish uchun adashmasam shu Vengriyada BYDni zavodi ochilyapti. Hozirgi paytda mana oddiy misol Yevropada chempion $50,000 atrofida o'shani hozir zavodda ochiladigan bo'lsa, ya'ni bu как бы mahalliy ishlab chiqaruvchi sifatida tan olib, po'shinlar ancha pasayadi. O'shanda 40,000 bo'lsa yoki 45,000 yoki hatto bizdagi bo'la olmaydi. Ularda narx mayli $40,000 bo'lsa ham, любой Yevropadagi klient ham o'ylab ko'radi-da. Boshqa modellardan olishdan oldin BYD $40,000lik o'sha mashina taklif qilayotgan ekan deb BYDni tanlashi 100%. O'shaning uchun harakat qiladi zavod ochishga. Harakat qilyapti o'shaning uchun. Sizlar mana shunaqa ma'lumotlarni bilardim deylik.